Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahriy huquq markazi Central apteka oldidagi 5 qavatli panelli uyning ikkinchi qavatida 2 xonali uyni ko'rib chiqamiz. Ushbu 2 xonali uyimiz 2 tomonlama bo'lib, eshik derazalari полностью almashgan, uyimiz полностью remont qilingan, u yoqdagida chiroyli gilamlar to'shalgan hamda elita pardalar ham qilingan. Bu yerda qandillar, eshikdan kirish qismi, bu yerda kichkinagina prixожа mavjud. Bu yerni siz garderob sifatida ishlatishingiz mumkin. Hamda ikkinchi xonamiz yotoqxona. Yotoqxonamizdan pardalar ilingan, qandillar hamda полностью mo'ysha shaboy qilingan. Eshiklarimiz zakaznoy MDF eshiklar hamda eng asosiysi sanusi xonalari alohida-alohdaligi. Bu yer hojatxona hamda yuvinish xonasi. Oshxonamiz kengina, kattagina bo'lib, bu yer oshxonamiz, oshxona mebellar bilan jihozlangan. Bu yerda rakvina bor hamda bu yerda gaz plitasi. Bu yerda siz uголочек qo'yib bemalol dam olib ovqatlanishingiz ham mumkin. Endi esa manzilni eslatib o'taman. Buxoro shahar Central apteka 5 qavatli g'ishtli uyning